Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu rasulillah. Birodarim so'radilar, biz xristianlar yashaydigan joyda istiqomat qilamiz. Mana bularda ovqatlardan yeyishlik hukmi joizmi deb so'radilar. Avvalambor umumiy ravishda yahud va nasroniylarni ovqati bizga halol qilingan. Alloh taolo oyati va ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum. Kitob berilganlarning taomi sizlarga haloldir deb. Ya'ni yahud va nasroniylarning taomlari sizlarga haloldir degan oyatda Alloh taolo yahud nasroniylarning ovqatlarini bizga halol qildi. Shuning uchun umumiy ravishda har bir yahud va nasroniylarning ovqati biz uchun halol bo'ladi, to buni haromligiga ochiq dalil ko'rmagunimizcha. Ya'ni ko'zimizning oldida bizni shariatimizda harom qilingan narsa qo'yilayotgan bo'lsa, cho'chqa go'shti bo'lsin yoki harom qilingan ichimliklar yoki bo'lmasam shar'iy yo'l bilan so'yilinmagan ovqatlar yoki bo'lmasam bizda shariatimizda najosat bo'lgan ba'zi bir ovqatlar ko'rgan bo'lsak, mana shu ovqatni o'zini yesak bo'lmaydi. Lekin aslida modomiki harom bo'lgan yoki najosat bo'lgan narsani ko'rmas ekanmiz, asli yahud va nasroniylarning ovqatlari biz uchun halol bo'ladi. Allohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu